bir yerden yakı en moda boğatkan bilezik sanza. Bu yıl yıllık tasxınazda bu bulmasa siz modadan kalan bulmamsız. Muңларыңғы мұңлыны, Хошлығыңғы тән күлір, Яқшы яман күлләрдә, Тәң өткім бар сән біләр. Bilezik sanzaga yeterlik materyallar. 11 kilogram, küçügen may 300 gram, su 375 gram, seyrek may 25 gram, tuz 12 gram. Tayyorlab olgan materiallarimizni bir-birlab ximiya yug'urish mashinasiga solib ximiya yug'uramiz. Materiallarimizning tartibi bo'lmaydi, xohlagancha silib ximir yug'ursanglar bo'ldi. Mana hammani silib oldik, endi yug'urishni boshlab ketsak bo'ldi. Ximirimiz tayyor bo'ldi, endi zuvul qilib olaylik. Endi 100 gramdan zuvul qilib olamiz. Zuvulumizning yuzini tekshirib, siliq qilib chiqarib, mushta zuvul qilib olamiz. Tekshir ishimiz uchun. Endi 20 minut atrofida yuzni ho'shamurlar bilan yepib tindirib qo'yamiz. Endi ximirimizning bu tindirish vaqtimiz to'shdi. Ximirimizni echib, azroq yuvg'antib, yana tashlab qo'yamiz. Mana ximirimizmi tinib tayyor bo'libdi. Endi buni echib, chiroyli tekshir eshib olib, mana bundaq qiliblarimizni bozorda sotadi, bozordan setilib ekilib, mushuna uyga chiqaramiz. Hozir bu yerni ko'rsatib qo'yman. Mana eng oxirisini shundoq qilib, anda bunda yerini beslasanlar bo'ldi, lekin uzib chaplamaysizlar, uzib cho'g'ilib ketib mayga kirganda. Tayyor qilib olgan ximirimizni İçtiği mayını koyup çöktürüp alımız. Çöktürüp birden tuğuzumuz. Mayda tekşi kızdırıp alğandan keyin andın boşatsak buldu. Baldır boşatып alsanlar ximir çoğulup ketidi ucumu. Sanzınızdaki arlıqları ajrab ketmişler. Nayt muvaffaqiyatli chiqqan buldu. Mana işçi tişi kızdırıp şunda tekşi pişti. Endi elib alsak buludu. Mana qaranglar. Endi men mavu zumadi bezemekçi erislerimizni tekşi sürküp elib, aqsınma bilan bezedim. Sizlarning uyda qanday bezak meg'izlar bo'lsa, shu meg'izlaringlar bilan bezvasanlar bo'ldi. Endi yana bir sanzimizni pisti meg'izi bilan bezaymiz. Ma bezaganda bir ko'rib beqinglar, hammasi bir-birsidan chiroyli holatga chiqadi. Endi yana bir shakli bo'lsa, mushu gulbarglarda bezab ko'rsatib qo'yay. Gulbargining ustiga bevosita bosmanglar. Mushunda chechib qo'ysanglar, shunda tabiiy chiroyli shakli, shunda chiroyli o'zi yepishidi. Qaranglar, nim degan chiroyli, yana qanday sanz o'rganganlar bor, inkas rayonida ko'rishaylik.